Agar siz qurilish yo'nalishida tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, uylar quradigan bo'lsangiz, dom yoki qanaqadir noturar joy quradigan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Hozir sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsam, qanaqa qilib mana O'zbekiston sharoitida 2 oyda 200 ta, 300 ta, 1000 talab uy sotyapmiz deb turib chiqishyapti. Ular qanaqa strategiya qo'llashyapti, nima qilishyapti, o'sha narsani to'liq sekretlarni ochib beraman deydi. Xuddi shunaqa qilib turib polностью ochib beraman. Nima ishlatishayotganini, qanaqa qilishayotganini polностью hozir ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, siz ham o'zingiz qurilish kompaniyangizda 100lab, 200lab uylarni qisqa muddatda minimum kam byudjet bilan sotishi yo'llarini ko'rib olsangiz bo'ladi. Men ismim Abbosbek, Brendo marketing agentligi rahbariman. 2020-yildan beri marketing yo'nalishida ishlab kelamiz va shu kungacha mana shu loyihalar bilan, ekraningizda ko'rib turgan loyihalar bilan ishlab kelganmiz. Endi birinchi o'rinda quruvchi kompaniyalardagi asosiy muammolarni ko'rib chiqishimiz kerak. Bularni hozir birma-bir sanab o'tib ketaman. Birinchisi, uy qurishni boshlab qo'yishadi, lekin savdo bo'lmaganligi tufayli dalshi davom ettira olmay qolishadi, ya'ni mablag' yetishmay qoladi. Ikkinchisi, raqobat kuchayib, savdo tushib ketgan. Juda ham ko'pchilik qurilish kompaniyalarida bu narsa hozirgi kunda bo'lib turibdi. Uchinchisi, ko'plab loyihalar qilishmoqchi bo'lishadi, yangi joylarga investitsiya kiritmoqchi bo'lishadi, lekin pul yo'q bo'ladi, chunki o'sha bu ham borib taqalib, savdo kamligiga borib taqaladi. To'rtinchisi, boshqa quruvchilar bir oyda 100 ta, 200 ta, 1000 talab uy sotishyapti, lekin bular qanaqa qilib qilishni bilishmaydi. Endi sizlar bilan mana shu bir oyda, 2 oyda 100 ta, 200 ta, 300 talab uy sotishni qanaqa texnologiya orqali amalga oshirilayotganini hozir qisqacha tushuntirib beraman. Bu zapusk texnologiyasi. Bu zapusk texnologiyasi misol uchun O'zbekistonda asosan kurslarda bo'lgan edi. Misol uchun kurslarni zapusk qilib, bitta Telegram kanaliga yig'ib, hammani o'sha joyga olib kiradi. 2 hafta progress qilinadi. Progressdan keyin webinar bo'ladi. Webinarning orqasidan yana 1 hafta, 2 hafta sotuv ochiladi. O'sha qaysidir bitta cheklangan muddatda, cheklangan taklif bilan o'sha kurslarni xarid qilishardi. Endi bu narsa qurilish sohasiga kirib keldi. 1-2 yil bo'lib qoldi kirib kelganiga va bu orqali yaxshigina natijalar qilishyapti. Hozirgi kunda zapusk texnologiyasidan foydalanayotgan brendlarni qisqacha aytib o'tib ketaman, o'zingizlar ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Xonsaroy, Katta Qo'yluv bozori, Yuksalish guruh, bu Anvar aka Temirov, Samarqandlik akamizniki, bilsanglar, juda ham ko'pchilik qurilish kompaniyadagi odamlar hozir tanishadi. China House, Imarat Building, bu Marat akaning loyihalari, bular ham zapusk texnologiyasi orqali savdolarni oshirishyapti. Beshbola Building, Star House, Oxygen House Namanganda, Leader House Olmaliqda, Family Park, Riverend House Andijonning o'zida hozirgi kunda zapusk qilishyapti va bu texnologiyalar orqali yaxshigina savdolarini amalga oshirishyapti. Endi sizlarga qurilish zapuskidagi 8 etapda hozir tushuntirib beraman. Qanaqa qilib zapusk qilishayotgani nima qilishayotganini ko'rib olsanglar bo'ladi. Birinchisi, maqsad aniqlanadi. Ya'ni nechta uy sotmoqchimiz? Telegramda webinar o'tkazayotgan paytimizda bizga nechta auditoriya kerak? Misol uchun 200 ta uy sotmoqchimiz, Telegramda bizga primерно 20 mingta auditoriya kerak deb turib o'zimizga maqsad qo'ydik. Ikkinchi etapimizda offer va aksiyalarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga offerlarga namunalar beraman. 62 million so'm boshlanish to'lovi bilan uy xarid qilishingiz mumkin. Bu bitta offer misol uchun. Istalgan qavat uchun 1 metr kvadrati 6 million 250 ming so'mdan. Bu ham bitta offer. 2 yildan 3 yilgacha mutlaqo foizsiz muddatli to'lov asosida uy xarid qiling. Bular qurilish kompaniyalari berayotgan offerlarga namunalar. Bu narsalar nimadan kelib chiqadi? Aynan Kastefdan, konkurent analizdan va boshqa instrumentlar orqali bu narsalarni aniqlab olsa bo'ladi. Uchinchisi, trafik kanali. Qaysi kanallar orqali ular trafik olib kirishadi? Bizdagi asosiy maqsad bu yoqda Telegram kanalga auditoriyani olib kirish va prezentatsiya, taqdimot bo'ladigan kungacha ularni qizdirib borish. Shuning uchun qayerdan Telegram kanallarga, Telegram kanalimizga auditoriya olib kirish ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchisi, blogerlar bilan kollaboratsiya orqali trafik olib kirish. Bu yerda уже chatbot ulanadi va chatbotdan primoy misol uchun Telegram kanaliga o'tkazdiriladi. Kommentariyaga misol uchun uy so'zini yozib qoldiring, plus qoldiring yoki boshqa holatda. Yoki deb faqat Face'dan foydalanib turib o'zingizlarda targetga aylantirishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, target instrumenti. Bu yerda aynan auditoriyaning muammosidan kelib chiqib turib, target yoqiladi va Telegram kanaliga yo'naltiriladi. Bu yerda bitta narsani e'tiborga olish kerak. Target kreativlari qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha yaxshi. Uchinchisi, siz o'zingizga mos Telegram kanallar orqali auditoriyani yig'asiz.
va u yerda o'zingizni Telegram kanalingizni progress qilib, o'sha sotuvlarga olib borishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni webinar kuniga olib borishingiz mumkin bo'ladi. 4-instrumentimiz chatbot. Bu kontent orqali auditoriyani muammosidan kelib chiqib turib kontent joylaysiz va chatbot orqali landing page ga yo'naltirasiz. Landing pagedan u yoqqa Telegram kanaliga o'tadi. Nomerlarni qoldirgandan keyin shunaqa qilib turib trafikni yig'ib olsanglar bo'ladi. 4-etapimizda prezentatsiya tayyorlash. Bu yerda kompaniya haqida ma'lumot beriladi. Uy olishdagi top xatolar, sotuv qismi bo'ladi prezentatsiyada. Undan tashqari qanaqa imkoniyatlar beryapmiz, o'sha narsani to'liq ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. 5-inchisi Telegram kanalida progress. 2 hafta davomida Telegram kanalidagi 20 mingta auditoriya qizdiriladi polностью. Progress faytidagi offer nima bo'ladi? Taqdimotga qatnash. Taqdimotda sen uchun eng zo'r taklif bo'ladi degan message umumiy holatda yetkaziladi o'sha 2 hafta davomida. 6-etapimizda call center. Bu yerda call center 5 tadan 10 tagacha bo'lishi mumkin yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Call centerda asosiy vazifasi ofisga taklif qilish, ofisga olib kelish kerak u yerda. Misol uchun telefon qildi, webinardan keyin telefon qilyapti, mana shunaqa ma'lumot bering desa, ofisga chaqirish kerak imkon boricha. Shu yerda shartnoma qilishga undaladi. 7-inchisi webinar. Bu yerda kompaniya haqida to'liq ma'lumot berish kerak. Ya'ni odamlarga ishonch berish uchun biz qanaqa kompaniyamiz, oldin qanaqa qurilish ishlar qilganmiz, necha yildan beri ishlaymiz. Odamlar rostdan bizdan mamnunmi degan narsalarga javob berish kerak bu yerda. Bu maxsus taklifni 50 ta xonadonga 1 kvadrat metr 6.250.000 so'mdan taklif qilamiz. Faqat shu 50 ta xonadon egalari olishi mumkin degan narsani ko'rsatib berish. Va oxirgisi deadline. Mana shu narxda 200 ta uyimizdan birini sotib olishingiz mumkin degan narsa defitsit holatida beriladi. 8-inchisi webinardan keyingi progress va sotuv qismi. Telegram, Instagram kanallarida uy sotib olishga kelgan odamlarni ko'rsatish va ajiotaj yaratish. Sotuv yopilguncha auditoriyaga ma'lumot berib borish. Uy sotib olgan odamlardan odzivlarni pastdan qo'yib borish kerak. Sotuv yopilguncha va undan keyin ham misol uchun qo'yib borilsa ancha foydali bo'ladi. Mana ko'rib chiqdik. Mana shunaqa struktura orqali hozirgi kunda ko'plab kompaniyalar, qurilish kompaniyalari sotuvlarini oshirishmoqda. Bu yerda qisqacha tepadan ko'rdik. Nima qanaqa qilishayotganini ba'zi holatda ko'rdik. Bu narsani ichiga kiradigan bo'lsa, juda katta mehnat bor, juda katta komanda ishlaydi. Ancha-muncha harakat qilish kerak bo'ladi. Agar siz ham o'zingizni qurilish kompaniyangizda qisqa muddatda minimum byudjet bilan savdolarni oshirmoqchi bo'lsangiz, men sizga bitta zo'r taklifim bor. Ya'ni o'sha 2 oyda 100 ta, 200 ta uy sotish bo'yicha individual strategiya tuzib beraman. Bu narsa mutlaqo bepul. Mana shu joyda o'zingiz haqingizda yoki qurilish kompaniyasi haqida ma'lumotlarni qoldiradigan bo'lsangiz, pastda havola qo'yib ketamiz. O'sha havolani ustiga bosib turib o'tasiz. O'zingiz haqingizda ma'lumotlarni qoldiradigan bo'lsangiz, eng to'g'ri kelgan odamlarni tanlab olib, strategiya tuzib beraman. Va bu narsa cheklangan holatda bo'ladi. Hammaga ham tuzib bera olmaymiz. Shuning uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting.